Assalomu alaykum hurmatli Mustang jamoasi kuzatib turgan obunachilarimiz. Xo'p, navbatdagi granulyatorimiz Xudo xolasa Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumaniga tayyor bo'ldi. Mis motorligidan 4 kilovatlik Zavazko yangi motor qo'yilgan. Xo'p, akalar, butun donni Makka bug'doyda chiqarib ko'rsatib bering deyishgan akalarimiz mana butun Makka don. Hech qanaqangi tagida maydalangan narsa yo'q. Xudo xolasa butun donni chiqarishi. Faqat bitta narsa bor bu yerda, butun donni chiqarganingizda chiqarish tezligi kamayadi. Hozir men sizga bundan keyin maydalangan donni chiqarib ko'rsatib beraman. Shunda farqini bilib olasiz. Lekin butun donni solganingizda butun donni ichida bolt gayga kelib qolganligini hisobiga tavsiya berilmaydi. Shuning uchun maydalangan mahsulot solishga tavsiya beriladi. Keyin butun donni ichida har xil bug'doylar butun o'tib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun agar molga yem chiqaradigan bo'lsangiz, butun donni mana butun bug'doy chiqib kelyapti. Isboti bilan butun don solish tavsiya berilmaydi. Sababi butun don butun o'tib ketadi. Granulyatorga donni ichida metal kelib qolsa, matrisa roligini shikal qiladi. Kimga shunaqa granulyatorlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazanchilarimiz narxi 9 million so'm O'zbekiston bo'yicha ular shahar markazlarida dastavkalarimiz, lekin sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.